Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Bu videoda sizlarga AliGlass mahsulotlarini O'zbekistonda ishlab chiqariladigan tuzonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Keylariga shu o'zlari brend AliGlass deb yozilgan bo'ladi. Bu yerda sig'imi har bitta sachada paketda solingan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Naborida 3 ta bo'ladi. Ularni qayerdan olamiz desanglar, shu o'zingizlarni shahringlar yoki viloyatinglarda chinni do'konlardan so'rasanglar, juda ham ko'p qismida sotuvda mavjud. Bundan tashqari biz umumiy shoplar bilan ham hamkorlikda ishlaymiz. Bunimiz Eco modelimiz, bunimiz Belt modelimiz. Shu mahsulotlarimizni kerak bo'lsa, o'tkinchi xaridorlarimizga ham pastda nomerni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shishasi dardga bardoshli shishadan ishlangan bo'ladi. Inson salomatligi uchun umuman zarari yo'q. Quruq turdagi barcha ziravorlarni solib ishlatsanglar bo'ladi. Qopqoqlari ham birinchi sortli plastmassadan ishlangan bo'ladi. Mana shunaqa komplekt qilib olsanglar bo'ladi. Mana qo'liga mo'ljallab, moslab, hozirgi kunda faqat optimga shu tuzonlarimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda har doimgidek nomerni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.